Ortdan boq qilgan akalar videoni o'tkazib tavsiya qilardim. Chunki sizlarga ko'rsatib o'tadigan giloslarim skina. Bu turishi mayda. Hozirgi holati, lekin hosilda qaranglar, ko'pligini juda ham quyi bo'lgan. Mevalar juda ham zo'r. Hozirgi kunda 45 ming, 50 ming so'm dehqondan olinyapti narxlari. Endi bu mevani mayda bo'lib ketishi nimadan? Mayda bo'lib ketishi kesmasligingizdan. Mana bu olgan gilosim quyi bo'lgan joyda. Endi mana bu ham sort skina. Hosildorlikda quyi bo'ladi. Mana ko'rib o'tishlaringiz. Kalibrovkasi mana kessiz yirik bo'ladi. Men ko'pchilikka gilos berganman, aytayapti, aka gilos skina beruvding, eslaysanmi? Mayda bo'ladi deyapti odamlar. Odamlar aka eshitinglar. O'zida yo'q bo'lsa, nimani bo'lsa yomonlab gapiraveradi. Kalibrovkasi mana kesilgandiki. Mana o'ttadagi mayda quyi bo'lgan. Kessanglar mana shunaqa yirik bo'ladi bu gilos. 30 plus turibdi hozirgi holat. Endi ko'pchilik nima qiladi? Gilosni kesmasdan mashina shox qo'yib qo'ygan. Endi gilos bog' bo'lgandan keyin kesish kerak, qarash kerak, e'tibor qilish kerak. Buncha meva kerak emas, skinaga ko'p bu giloslar. Lekin g'uncha olib soladi, hosilini ko'ringlar. Bular hammasi maydaroq bo'ladi. Lekin bunisi yirik. Shuning uchun skina gilos bog'i borlar buzishdi, kesib yuborishdi, sort alishtirishdi, shashilmay turinglar. O'ylamaydi. Ana kesilib ketgan shunday meva qaranglar, bittadan like bosishga arziydi. Shuning uchun kesinglar, yaxshilab kesib, kalibrovkani yiriklatinglar, skina bog'i bor akalar. Endi men sizlarga shu bog'larda qalban shunday obzor qilib beraman. Kesilgan holatda qanaqa bo'ladi? Kesilmasdan qolgan holati qanday bo'ladi? Skina gilos hosilini ko'ringlar, mana quyib tashlagan. O'ta ham. Mana hammasi quyib tashlagan. Ko'ryapsizlar-a? Hammasi quyib tashlagan. Mana endi bu kesilganlarga e'tibor qilinglar. Meva yaxshi. Varitetayda rangi, ro'yi, yirikligi, maydaligi e'tibor berasiz. Bizda kalibrovka yo'q, lekin mashi kesilgan giloslarda hammasi baklashgan qopqoq ustida turadi. Bular ham kesilgan, yaxshilar mana. E'tibor qilsanglar, istomtas qilib kesish tavsiya qilyapti. Ko'pchilik biz ham shuni tavsiya qilamiz. Meva yaxshi, yomon emas, zo'r. Kalibri yirik bo'lyapti. Bizga nima kerak? Hozirgi kunda hamma aytayapti, kalibrovka kerak. Ko'p meva emas. Ko'p meva kerak emas. Kesinglar, iloji boricha mevani yirik qilinglar. Liboy odam kesin, mashi gilos. Qolagan gilosingiz bilan solishadi. Mana. Sort skina. Ko'rib o'tishlar mumkin. Mana. Kalibrovkasini bizda o'lchaydiganimiz yo'q, lekin nisbatan yirik. Endi bu bog'larni sizlarga ko'rsatib o'tsam, bir ikki oy ketsa kerak menimcha. Lekin ko'rsatib o'tishga qaror qilaman. Terilyapti, uni ko'rib turibsizlar o'zingizlar. Teri tushib ketilyapti.
Mashalloh mana. Bittadan like bosgan arziydi. Bular ichiga shponkalar ekilgan. Bular eng katta ona bola hisoblanadi skina bo'yicha bizda, o'zimizda. Terilayotgan jarayonlari. Flash point. Ashi gilos 30. G'alavoy sersa bilan teng. Olgan mevalar. Anchunchi e'tibor qilib kesib qo'yinglar akalar. Skina gilosi bor. Akalarga bu videoni tashlab qo'yasizlar. Ko'rsatib qo'yinglar. Bog' to'g'risi gilosni buncha qilish bir mashaqqat. Buni buzib tashab, yana shuncha yilda buncha e'tibor qilib, buncha qilib qarasham bitta mashaqqatda akalar to'g'risi. Siz bilan men bu narsani buzib, yangilab pulida emas gap. O'zimiz ancha yashaymizmi yo'qmi aslida? Kalibri zo'r-ku mana. Kalibrovka olib kelib. Wow! Meva ko'rib o'tinglar. Kesinglar, tog'lasa 1-2 kunda bugun 21-may. Kesinglar, xudo xolasa ko'rsatamiz. Yil kelganlarga. Bunchaga qo'shma nisbatan bo'lar.